Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan birga quramiz va men Mirzo Olim Fozilov. Bugungi video darsligimiz 4-darsda 2-qismi bo'ladi. Ya'ni o'tgan safargi video rolikda aytib o'tganman. Chizma holatdagi variantni biz 3D holatda qanaqa ko'rinadi va nimalarga e'tibor berishimiz kerak, shular haqida gaplashamiz. Xo'p, bizda asosiy e'tibor beradigan narsamiz mana shu holat. Ya'ni bundan oldingi video rolikni ko'rmagan bo'lsalaring, bemalol kanalimizga o'tib 4-dars 1-qism deb qidirsalaring chiqadi. Demak, e'tibor beradiganimiz birinchi setka 1, ya'ni S1, nijniy zona S1 14lik va 10lik armaturalar shag 200 berilgan. Demak, bunimiz qanday holatda bo'ladi? E'tibor beramiz uzel B va uzel A. Deyarli uzel A bilan uzel B bir xil narsa, faqatgina bitta narsa ulanish qanaqa bo'ladi? Ya'ni armaturalar bir-biriga bog'langan qismi qanaqa holatda bog'lanadi va razmerlari qay holatda bo'lishi kerak? Shular haqida ma'lumot berilgan. Demak, bu bog'langan qismi bizda ln bilan belgilanadi va ln teng bo'lyapti d ko'paytirilgan 40 ga. D harfi mana bu joydan ko'rishlaring mumkin. Armaturamizni diametriga teng. Deylik bizda 14lik armatura, 14lik armaturamiz demak 40 ga ko'paytiramiz. 14lik armaturani 40 ga ko'paytirgan bo'lsak, 14 ni 40 ga ko'paytirsak bizda 56 sm bo'ladi. Ya'ni bizda mana shu qismi, mana shu ulangan qismi mana shu joyda o'zi, mana shu joygacha bo'lgan masofamiz bizda 56 sm da tashkil qilishi kerak ekan. Xo'p, biz endi xuddi shuni 3D holatda ko'rishimiz mumkin. Biz bitta ortiqcha detallarni o'chirib tashab turamiz. Hozircha podushkani ham berkitamiz va birinchi sloy armatura. Mana birinchi sloy armaturamiz bizda. E'tibor bilan qaraydigan bo'lsalaring, qizil va sariq rangda berilgan. Ya'ni qizil rangdagisi bizning binoyimiz razmeri uzun bo'lishi mumkin, kalta bo'lishi mumkin, har qanaqangi holatda bo'lishi mumkin boshqa binolar. Demak, bizda qizil armatura 11 metr 70 sm deydigan bo'lsak, mana bu tarafdan kelganini men sizlarga ko'rsataman. 11 metr 70 sm bo'lsa, demak bizga albatta ulangan, ya'ni ulashimiz kerak bo'ladi. Qo'shimcha armatura binomiz nimasiga, uzunligiga teng bo'lishi uchun ulashimiz kerak. Mana shu ulangan qismi bizda 56 sm da tashkil qilishi kerak. Xuddi mana shu holatda eng to'g'ri ulanish bizda xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni bizda deylik 11 metr 70 sm ga yana qo'shimcha 2 metr ulagan bo'lsak, bitta armaturamiz mana u tarafda ulangan qismi bo'lyapti. Mana ko'rishlaring mumkin. Ulangan qismi orqa tarafda, ikkinchisi esa bu tarafda bo'lyapti. Ya'ni xuddi mana shu holatda sizda binoda bo'ladigan bo'lsa, bitta u tarafga, bitta bu tarafga qilishimiz shart bo'ladi. Ya'ni eng to'g'ri variant mana shu. Demak, va keyingisi bizda yozilyapti, ikkita ln, ya'ni o'rtasidan bo'lgan masofa 1,5 ln ga teng bo'lyapti. Demak, bizda lnimiz 56 sm bo'ladigan bo'lsa, unga yana lnni 1,5 ga ko'paytirishimiz kerak. Bu degani 56 ga biz yana 28 ni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Shunda 1,5 ln ga teng bo'ladi. Ya'ni bu ikkita armaturani, ikkita yonma-yon armaturani ulangan qismi bir joyda bo'lib qolsagina mana shu holatni qo'llashimiz mumkin. Buni ham men 3D holatda sizlarga tushunarli bo'lishi uchun ko'rsatib qo'yganman. Mana bu tarafini e'tibor bilan qaraydigan bo'lsalaring, mana bizda o'sha ulangan qismi mana shu holatda turibdi. Ya'ni qizil va sariq rangda va yonma-yon bo'lib qolgan. Qaysidir holatlarda armaturalar bir-biriga mana shu holatda kelib qolishi majbur bo'ladigan bo'lsa, biz inobatga oladigan narsamiz mana markazidan
mana shu markaz bo'ladigan bo'lsa, ikkita ulangan qismi mana shu joyga teng. Endi bizda markazidan buni markazigacha bo'lgan masofa, mana ikkita ulangan qismi mana shu markazgacha bo'lgan masofa 1,5 ln tashkil qilishi kerak bo'lyapti. Ya'ni 56 ga bizda 56 sm ga 28 sm qo'shadigan bo'lsak, 82 sm bo'lishi kerak minimal holatda. Undan kichik bo'lsa mumkin emas degan ma'noni bildiradi. Xuddi mana shu variant bizda shu holat. Ya'ni bizda 14 li armatura berilgan. Mana bu joydan ko'rishimiz mumkin 14 li armaturamizni. Xo'p, mana pozitsiya 1 14 lik armatura belgilab qo'yilgan. Mana shu holatda bizda 14 li armaturamiz. Endi 10 lik armaturamiz qayerda ishlatilgan? 10 li armatura mana kalta, ya'ni 120 lik masofa bo'lsa, podushkamiz shuni kalta qismi 10 lik armaturadan ishlatilgan. 3D holatda ham mana ko'rishimiz mumkin. Mana shu holat bo'lsa, men endi ikkinchi sloy armaturani ochaman. Mana ikkinchi sloy armatura, mana shu armaturalarimiz. Ko'rishlaring mumkin. Mana kaltamiz, ya'ni uzun armaturalarimiz, bo'ylamasiga tushgan armaturalarimiz bizda 14 lik bo'lishi kerak va kaltasi bizda kalta qismidagi armaturalar 10 li armaturadan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, xuddi shu tartibda ketaveradi va endi yana bitta inobatga oladigan narsamiz bor bizda. 3-sloy armaturamiz. Demak, bizda 3-sloy armaturamiz. Mana buni e'tibor bilan qaraydigan bo'lsalaring, hozir sizlarga qanchalik yaxshi ko'rinyapti. Men ikkinchi sloy armaturani berkitib turay, sizlarga tushunarli bo'ladi. Ustma-ust tushgan armaturalarimiz bor bitta mana. Bu yondan qaraydigan bo'lsak, mana shu joyda butun armatura mana ketyapti. Butun armatura ketyapti va uni ustiga ulangan qismi joylashyapti. Ya'ni ustma-ust tushganda. Mana shu tartibda loyihalashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bitta ulangan qism bir joyda bo'lib qolmasligi kerak. Bitta uzun ketdi, pastki qismida, tepada esa xuddi o'sha nariga oxirida ulangan qismi buni ustida joylashishi kerak. Ya'ni mana bunga o'xshab qolmasligi kerak bo'ladi. Mana hozir men buni sizlarga ko'rsataman. Mana bu joyda inobatga oladigan bo'lsalaring, ustma-ust joylashgan. Mana ulangan qismi mana shu joyda. Ya'ni ulangan qismi mana shu joyda turibdi va buni ustida mana bu ulangan qism ham joylashyapti. Bu noto'g'ri bo'ladi. Shuni inobatga olishimiz kerak. Biz ulangan qismini mana bunga o'xshatib qilishimiz kerak bo'ladi. Mana. Ya'ni bitta butun armatura oxirida ulangan, mana oxirida ulangan qismi bor mana shu joyda va ikkinchi ulangan armaturamiz buni bu tarafda joylashyapti. Mana bu joyda joylashyapti. Pastki bilan va ustki armaturalar bir-biriga teng tushishi kerak. Mana shu holatda joylashtirilyapti. Xuddi mana shuni inobatga olish kerak. Eng to'g'ri variant mana shu bo'ladi bizda. Xo'p, buni ham ustiga endi biz kichkina armaturalarimizni joylashtirishimiz mumkin. Endi mana bu ochiq joylarga e'tibor bermaysizlar, armaturalar ko'payib, ko'zga qanaqadir tushunarsiz bo'lib qolmasligi uchun men sizlarga chizmadim hammasini, faqat o'sha asosiy beriladigan qismlarni joylashtirdim. Xo'p, endi bizda mana shu holatda bo'lgan bo'lsa, keyingi e'tibor beradigan narsamiz mana sepola, ya'ni fiksator deb nomlanadi. Mana fiksator 14 lik armaturadan shaxmatniy paryatga 1000 mm deb yozib qo'yilgan. Ya'ni
bizda shaxmatli porядкa berilyapti. Har 1 metrga oraliq masofasini belgilashimiz kerak deyapti. 14 lik armaturada mana bu joyda strelka bilan ham mana belgilab qo'yilgan shtrix chiziq bilan. Va bizda fiksatorimiz mana sariq ko'rib turibsizlar, qanaqa bog'lanishi kerak. 2D holatda bu mana shu holatda joylashtirish kerak. Shu haqida ma'lumot berilyapti. Mana bu joyda ham ko'rishimiz mumkin. Fiksator 14 lik armaturadan shaxmatli porядкa deb belgilab qo'yilgan. Qolgan armaturalar verniy va nijniy armaturalardan tashkil topyapti. Va mana bu joyga e'tibor bersalaring, vязальный проволока deyapti, ya'ni bog'lash uchun sim. Mana bu sim haqida gap ketyapti. Bu simimiz mana diametri 0.8 va 1 mm oralig'ida bo'lishi kerak. Ya'ni bog'lanadigan simlarimiz 0.8 va 1 mm oralig'ida bo'lishi kerak. Va o'sha fiksator, ya'ni sepamiz deb aytiladigan bo'lsa, bizda mana shu holatda mana yuqoridan ko'rinishini ham biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va o'sha fiksatorimizni razmerlari qanaqa holatda bo'lishi kerak, mana shu haqida mana bu 2D holatda albatta ko'zga unchalik yoqadigan bo'lmaydi. Va S2 ham o'sha S1 bilan deyarli bir xil, faqatgina verniy va nijniy armaturalardan tashkil topgan bo'ladi. Bu armaturalarda albatta sizlar 3D holatda ko'rdilaring, qanday tartibda va qanaqa holatda bo'lishligi kerakligini. Va men sizlarga o'sha fiksatorimizni ko'rsatishim mumkin. Mana yashil bilan belgilab qo'yganman. Fiksator qanday tartibda va qay holatda joylashishi kerakligini. Ya'ni 1 m 20 cm bo'lgandan keyin biz 2 qator qo'yamiz. Mana shu holatda. Bu holatda qo'yilishini sababi mana yuqoridan men sizlarga ko'rsatadigan bo'lsam, mana ikkita bo'ylamasiga tushgan 14 lik armaturamizni bizda ko'tarib turibdi. Mana shu holatda ko'rishlaring mumkin. Mana ikkita bo'ylamasiga tushgan armaturamizni ikkitasi ustma-ust tushadi. Mana shu holatda joylashtirishimiz kerak va mana o'rtada 1 metr masofa va yana 1 metrdan keyin shaxmatli porядкada loyihalashtirilgan. Ya'ni loyihamizda asosiy tushunarli bo'layotgan bo'lsa sizlarga like bosib qo'yinglar. Albatta sizlar uchun imkon qadar tushunarli bo'lishi uchun harakat qilyapmiz. Albatta programma yordamida ozgina qiyinroq, chunki amaliy, ya'ni ko'z bilan qilingan ishlarni tushuntirish albatta oson bo'ladi. Lekin programmada mana ayrim armaturalar ko'rinmasligi mumkin, nimalardir pand berib qolishi mumkin. Lekin mana shu eng e'tibor beradigan narsalarni sizlarga aytib o'tdim. Ya'ni armaturalar bog'lanishi, setkalar qay tartibda loyihalangan, loyiha bo'yicha qanday joylashtirilgan. Mana shu holatda men 3D holatda chizib ko'rsatdim. Albatta video rolik tushunarli bo'lgan bo'lsa like, obuna sizlardan kutib qolamiz. Keyin biz aytib o'tganimizdek, bundan oldingi videoda ham aytgan edim. Loyihani o'qish bo'yicha 9 qavatli binoimiz bor. Monolit binoimizni loyihasini o'qish bo'yicha yangi yopiq Telegram kanal guruh ochyapmiz. Birinchi guruhimiz albatta o'qiyapti. Ikkinchi guruhimizni ham xudo xolasa tashkil qilyapmiz. Shu oyda oxirigacha agar bizning guruhimizga yetarli odamlar yig'iladigan bo'lsa, biz guruhda yangi darslik va yangi odamlar bilan birgalikda loyihani o'qish bo'yicha darslik tayyorlab birgalikda yopiq Telegram kanalda dars o'tib boramiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa yoki shu sohada kimdir ishlamoqchi bo'lsa yoki ishlayotganlar bo'lsa, video rolikni jo'natib qo'yinglar. Kimga qiziq bo'lsa, biz video darsligida birgalikda ko'rib, tushunib o'tamiz albatta. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha.